Eng arzonda sizlarga arzon narxda 2017-yil 5 metrli gazel avtomobilni ko'rsataman. Holati yaxshi ekan, yurib turgan tayyor mashina, yengil mashina desa ham bo'ladi, yaqinda qilib chiqishgan ekan. Xo'p, chiroyli qilib yasab qo'yishibdi mashinani. 5 metrli uzunligi ham, hamma dokumentlar joy-joyida, ramalarni qaranglar, hamma yog'i yengil mashinani, prям maza qilib haydaydigan mashina ekan. Xo'p, motor, most, korobka, hadoy hamma yog'i yaxshi ekan, resorlar ham mantiqli bo'lgan, hamma yog'i normalniy holatda turibdi. Salonlarga chiqib qo'yishgan, salonni qaranglar, приятный holatda. Zo'r holat turibdi. 300 mil atrofida yurgan ekan. Hech qanaqa ortiqcha xarajat yo'q ekan. Hamma yog'ini yengil qildirib qo'yishgan ekan. Bemalol priorika qo'lar ekansizlar. Bortlarini ham holati ko'rib turibsizlar. Vobshim zo'r holatda. Yengil mashinada, mabram mazah haydaysizlar. Bunaqa fanerlar qilib, chiroyli qilib qo'yishdi. Ishqilib, ana mehr bilan cho'tki qilib qo'yishdi. Pollarni ham konteyner pollardan, baqvat pollardan bemalol priorika tekshirib olar ekansizlar. 2017-yil bu tayyor gazellar sizlarga eng arzon kanalimizda $10,800 ga beramiz.